sazlandı. Bu sazlanış bizde atış naqshlarga, öz hal muqamining dostonlari, ba'zan yana ahanglar mushu sazlanishga, masalan, ajam degandek nurg'un tambirda o'rinlangan ahanglarga mushu sazlanish ishlandi. Öz halning dastonlari, masalan, öz halning dastoni. Mesela atış ahangları, Akam Nurmuhammad işletidigan yana bir xil sazlash usuli bor, ha? Ben bunu akamdan bayqagan. Ben şey degan ovoz o'ziga kaynatarni mushu she'rga sozlaymiz, ha? Şike ovoz amdisi tang olib keldi, ha? Ondan başqa yana mening bayqaganim mushu she ovozdan boshqa yana may tövendeki churgan she yana maddo degan ovozlarga kaynatarni sozlasaqmi yana o'zgacha ovoz sozlanishning yuqori tövendagi farqi o'xshamagandikin odamga o'xshamaydigan bir tuyg'u berdi ekan, ha? Masalan, yana bu do ovozga, do degan ovozga yana kaynatar taqollasak. Demek yuqorida biz bir qancha xil sazlanish usullari bilan tanishdik. Bu darsda asosliq çaladigan ahanglarimizdagi sazlanish usuli bo'lsa, yanala joy bilan so ovozdagi sazlanishi. Shu sazlanishni asos qilamiz. Saboqlashlar amsa yuqorqi sazlash mashqlarini sinab qilib baqsaq bo'ldi, ha? Rahmat.